Uylanadigan yigitlarga aytiladigan narsa. Sen xaridor bo'layotgan qiz, sen faqat qizni o'ziga xaridor bo'lma, birodar. Sen mana shu qizni tarbiya qilgan oilasiga xaridor bo'l. Onasini ko'rib, qaysi xonadonda ulg'aydi, qanday muhitda o'sdi, kim tarbiya qildi, qaysi tushuncha bilan o'sdi, qaysi fikr bilan ulg'aydi, atrofida kimlar bo'lganida, mana shu juda ham muhim narsa. Akalar, imom bo'lganimiz vajhidan ko'p savollar bilan keladi. Qarab tursanglar, yaqin 10 yilda buyog'ida ajrashishlik nihoyatda ko'payib ketdi. Imom bo'lmay turib ham eshardik, lekin imom bo'lganimizdan keyin ko'proq xabardor bo'lyapmiz. Yaqin 5 yilda buyog'ida yana ham ko'payib ketdi. 6 oy, 7 oy, 1 yilga qolmay ajratib olyapti. Nimaga shuna bo'lyapti? Nimaga shuna bo'lyapti? Xaridor bo'lganda qudasini faqat yaxshi tomonni gapiradi. Mana qaytgan qizi, mana qay bo'lgan ekan, otasi mana qaytgan, faqat maqtaydi. Bilasizlar. Narigi tomon ham aytadi, o'g'il kuyov bola mana qaytgan, mana qaytgan, mana qaytgan deydi. Endi ajrashib ketgandan keyin quloq solinglar-da. Bitta ko'zini ko'rib ko'rgan, endi ajratgandan keyin ikkinchi ko'zini ochib faqat yomonini ko'radi. Ajratgani shoshilib ketyapti bolalar, qizlar. Ota-onalar yosh. Enachi, ozakalar, masalan, mana shu oqsoqollarimiz mashaqqat, qiyinchilikni ko'rganligi uchun bularni qizlari orozlab kelsa, olib borib o'tkazib qo'yib, hayotida bo'lgan ishni aytib, sabrga chaqira olagan. Hozirgi qiz berayotganlar necha yoshda hozir o'rtacha? Ha, shu 40 bilan 50 orasida qarasangiz, o'sha mashaqqat ko'rmaganda bular. Qiziga kuyov bola bitta qatta gapirib qo'ysa, qaynasi bitta qilqib qo'ysa, shaq kelib olyapti. Ine nima ko'p? Ersiz yurgan qizlar, juvonlar ko'p. Qani qarab ketyapti bular? O'zlari biladi. Shuning uchun uylanadigan ukalar, ham chiroyli bo'lsa, sizlarga yoqadigan narsa. Ham boy bo'lsa, bu ham yoqadi. Ham nasl nasabli bo'lsa, ham dindor bo'lsa, qani bunaqa qiz? Lekin birinchi o'ringa dunyosini qo'yib olmaylar. Tagi tugli odamlarda qiz ekan deydi. Bu aytishim kerak buni. Tagi tugli odamlar ekan deydi. Nima degani shu? Nima degani shu palagi toza degan? Hojaga? Bizchi birodarlar, biz birodarlar mo o'lchovni to'g'ri qo'yaylik. Metrimiz o'sha 100 sm to'g'ri bo'lsa, hayotdagi hamma hisobimiz to'g'ri chiqadi. Agar metr noto'g'ri bo'lsa, hisob chiqmagandek, tushunchalarni tuzatmagunimizcha hayotimiz farovon bo'lmaydi. Nimaga ajrashib ketyapti mana shu yangi kelin kuyovlar? Chunki o'lchov noto'g'ri edi. Palagi toza degan nima degani? Nima degani palagi toza? Tagi tuglik odamlar ekan deydi. Mana bitta shu, agar mana shu juma ma'ruzasidan keyin bitta narsa shuni tushunib qolsak, zo'r. Katta narsa o'rgangan bo'lamiz. Tagi tuglik degani avvalambor dindor, halol tijorat qilgan, bolalarga tarbiya bergan, axloqli odamlar deyiladi. Dindor, halol yegan, tarbiya qilgan axloqli odamlar. Qarang, mushrik bo'lgan Ummu Salama onamiz otasi, qarang saxovat peshaligini, axloqli bo'lgan ekan. Innama bu'ithu li utammima makarimal axloq degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Men go'zal xulqlarni kamoliga yetkazishlik uchun yuborildim deyapti. Men kelguncha go'zal xulq yo'q edi demayapti payg'ambarimiz. Demak, bo'lgan. Shularni payg'ambarimiz mukammal, komil qilishlikka kelgan. Namoz o'qigan, Qur'on o'qigan, darsxona ko'rgan ukalarimiz ham jahli chiqqandagi fe'l atvorlarni ko'ramiz. 3-4 so'mning ustida kelish olmay qolgan paytda axloqni ko'rsatadi qanaqaligini. Safarga chiqqanda, pul muomala qilganda ko'rsatyapmiz. Tagi tugli degani birodarlar, avvalambor Allohni tanigan, halol tarbiya qilgan bolalarini va axloqi joyida bo'lgan odamlar. Bor shunaqa odamlar, dindan xabari yo'q, lekin axloqi joyida, o'zini tutishni biladi. Rosa yomonlaydi 1 yil xudolar bir-birini. Keyin yarashib ketaveradi yana, hali gapirib qo'ygan gaplarga yomon xijolat oladi. Shuning uchun mabodo kimda shunga muammo bo'lsa, yomonlamay turing xudo tarafda. Shunaqa ehtimoli ham bor. Lekin hozir aytgan narsa, o'g'il bolalar, tagi tuglik, nasl nasablik
palagi toza bo'lgan joydan olaylik. Garchi puli yo'q bo'lsa ham oilani.